الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Ahqaf tefsiri 10. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüveni diktanlağa İbn Kathir rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Ahqaf suresi 10. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklarga aytqin ki, sizlar aytib beqinglarchu, Qur'on Allah tarafidan nozil bo'lgan tursa, sizlar uningga ishonmasanglar, holinglar qandoq bo'ladi? İsrail avlodidan bir guvohchi, ya'ni Abdullah ibn Salam, Qur'onning Allah tarafidan nozil bo'lganligiga guvohlik berib iymon keltirsa, sizlar takabburlik qilib imandan bosh tortsanglar, holinglar qandoq bo'lar? Shubhisizki Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Kafirlar mu'minlarga agar Qur'on bilan islom dini yaxshi bo'ladigan bo'lsa edi, ular, ya'ni ojiz musulmonlar uningga bizdan burun ishonmagan bo'ladi dedi. Ular Qur'on bilan hidoyat topmaganliklari uchun bu qadimki o'ydirmadir deydi. Qur'ondan ilgari Musoning kitobi, ya'ni Tavrat ahli jahonga peshvo va rahmat edi. Bu arab tilidagi kitobdir. İlgirki kitoblarni tasdiq qilg'uchidir. Allah uni zolimlarni ogohlantirish uchun, yaxshi ish qilg'uchi mu'minlarga jannat bilan xush xabar berish uchun nozil qildi. Rabbimiz Allohdir degan, ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga shubhisizki kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir. Ana shular ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi. Bu ularning qilgan yaxshi amallarini mukofotlash uchundir. Qur'on Alloh taolaning haq so'zi ekanligi, kofirlar bilan musulmonlarning Qur'onga tutgan pozitsiyasi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Qur'onni inkor qilgan shu mushriklarga aytqinki, sizlar aytib beqinglarchu, Qur'on Alloh tarafidan nozil bo'lgan tursa, sizlar uningga ishonmasanglar, holinglar qandoq bo'ladi? Ya'ni sizlar o'ylab beqinglarchu. Men sizlarga elib kelgan bu kitobni haqiqatan sizlarga tabliq qilishim uchun Alloh menga nozil qilgan tursa, sizlar uningga ishonmasanglar, inkor qilsanglar, Allah sizlarni qandoq jazo bilan jazolar? İsrail avlodidan bir guvohchi, ya'ni Abdullah ibn Salam, Qur'onning Allah tarafidan nozil bo'lganligiga guvohlik berib, ya'ni mendan ilgirki payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblar Qur'onning rostligiga va to'g'riligiga guvohlik berganligi, onun nazil qilinganligidan xo'sh xabar berganligi va bu Qur'on xabar bergan narsaga o'xshash narsani xabar qilganligi uchun İsrail avlodidan bu Qur'onning rost ekanligiga guvohlik bergan bu kishi Qur'onning haq ekanligini tonib iymon keltirsa, sizlar takabburlik qilib iymondan bosh tortsanglar, holinglar qandoq bo'ladi? Masruq bu oyat haqida mundaq degan: Bu guvohchi o'zining payg'ambarga va kitobiga iymon keltirdi. Sizlar bo'lsanglar payg'ambaringlarga va kitobinglarga kafir bo'ldinglar. Shubhisizki Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Bu guvohchi
umumga vakil qilingan bir qism bo'lib, Abdullah ibn Salam radiyallohu anhuni va boshqalarni o'z ichiga oladi. Chunki bu oyat Abdullah ibn Salam radiyallohu anhu islomga kirishdan ilgari Makka da nozil bo'lgan. Bu oyatning mazmuni buyuk va yuksak, Alloh taolaning tuvandagi oyatlarining mazmuniga o'xshaydi. Ularga Qur'on tilovat qilingan chaqda ular biz Qur'onga ishondik, shubhisizki u Rabbimiz tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Biz haqiqatan buningdan burun musulmon edik deydi. Shubhisizki Qur'on nozil bo'lishidan ilgari kitob berilganlar Qur'onni anglagan chaqlarda ta'sirlanib darhol sajdaga boradi. Ular Rabbimiz pokdir, Rabbimizning va'dasi cho'qim o'rlanadi deydi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Said mundaq deydi. Men Payg'ambar alayhisalomning Abdullah ibn Salam radiyallohu anhudan boshqa yer yuzida menib yurgan hech bir kishini u jannat ahlidir deganligini anglamadim. Abdullah ibn Salam radiyallohu anhu haqida İsrail avlodidan bir guvohchi, ya'ni Abdullah ibn Salam Qur'onning Alloh tarafidan nozil bo'lganligiga guvohlik berib degan oyat nozil bo'lgan. Buni İmam Buxoriy, Muslim va Nasa'iy qatorliqlar rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Shundaqla Ibn Abbas radiyallohu anhuma, Mujahid, Zahhak, Qatada, Ikrima, Yusuf ibn Abdullah ibn Salam, Hilal ibn Yasaf, Suddi, Savri, Malik ibn Anas va ibn Zayd qatorliqlarning hammasi guvohlik bergan kishi Abdullah ibn Salamdir degan. Kafirlar mu'minlarga agar Qur'on bilan islom dini yaxshi bo'ladigan bo'lsa edi, ular ya'ni ojiz musulmonlar uningga bizdan burun ishonmagan bo'ladi dedi. Ya'ni kafirlar Qur'onga ishongan mu'minlar haqida to'xtalib, agar Qur'on yaxshi bo'ladigan bo'lsa, avla, ya'ni Bilal, Ammar, Suhayb, Habbab radiyallohu anhumlar va ularga o'xshagan ojiz, qul va cho'ri musulmonlar uningga bizdan burun ishonmagan bo'ladi dedi. Ularning bundaq deyish faqat ular o'zlarini Alloh taolaning dargohida yuz obro'yliq, Allah o'zlariga alohida g'amxo'rlik qiladi deb e'tiqod qilganliklari uchundir. Ular u e'tiqodda haqiqatan nihoyatda bek xatolashdi va shundaq ro'shan bo'lgan xato so'zni qildi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi. Ularning Allah aramızdan hidayet qilish bilan in'om qilgan kishilar mushularmi deyishlari uchun ularni bir-biri bilan mushundaq sinadik. Ya'ni faqir, ojiz kishilarni iymon etqizish bilan boy, cho'ng kishilarni sinadik. Ya'ni ular biz turuqliq avla qandaqmi hidayet topdi deb hayron qilishdi. Shuning uchun ular agar Qur'on bilan islom dini yaxshi bo'ladigan bo'lsa edi, ular ya'ni ojiz musulmonlar uningga bizdan burun ishonmagan bo'ladi deydi. Ammo sun'iy aqidasidagi musulmonlarga kelsak, ular sahaba radiyallohu anhumlardan isbotlanmagan dinning ichidagi har qanday so'z va ishlarni bid'at deb qaraydi. Chunki u ish yoki so'z yaxshi bo'ladigan bo'lsa, sahobalar uni albatta bizdan burun qilgan bo'ladi. Chunki ular yaxshi xislatlik narsalardan hech bir xislatni qoldirib qo'ymasdan uni qilishga oldirgan kishilardir deb e'tiqod qiladi. Subhanalloh, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Ular Qur'on bilan hidayat topmaganliklari uchun bu qadimki o'ydirmidir deydi. Ya'ni qadimki kishilardan qolgan qadimki yolg'on so'zdir deydi. Ular Qur'onni va uningga
ishonganlarni bilib turib inkor qiladi. Mana bu payg'ambar alayhisalomning haqni inkor qilish va insonlarni kamsitish kibrlikdir degan so'zida ko'z tutilgan kibrlikdan iboratdir. Qur'ondan ilgari Musoning kitobi, ya'ni Tavrat ahli jonga peshvo va rahmat edi. Bu fasohatlik, ro'shan va ochiq bo'lgan arab tilidagi kitobdir, ya'ni Qur'ondir. Ilgirki kitoblarni tasdiq qiluvchidir. Allah uni zolimlarni ogohlantirish uchun, yaxshi ish qiluvchi mu'minlarga jannat bilan xush xabar berish uchun nozil qildi. Ya'ni Qur'on kofirlarni kelgusi azobdan ogohlantirishni, mu'minlarga jannat bilan xush xabar qilishni o'z ichiga olgan kitobdir. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Rabbimiz Allohdir degan, ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga bu oyatning tafsiri sura Fussilatda bayon qilingan. Shubhisizki, kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir. Ana shular ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi. Bu ularning qilgan yaxshi amallarini mukofotlash uchundir. Ya'ni yaxshi amallar ularning rahmatga erishishi, rahmatning ularga komil berilishi uchun sabab bo'lg'usidir. Biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. İnsonni onasi mushaqqat bilan qo'saq ko'tirib, mushaqqat bilan tug'di. Uningga qo'saq ko'tirish muddati va uni sutdan ayirish muddati 30 oydir. Taki u bovoq o'sib, kuch-quvvatga to'lib 40 yoshga yetganda u Rabbim, sening menga va ota-onamga bergan ne'matingga shukr qilishni va sen rozi bo'ladigan yaxshi ishni qilishimni menga ilhom qilgin. Men uchun mening avlodimni tuzigin, ya'ni mening avlodimni yaxshi odamlar qilgin. Men haqiqatan sana jami gunohlardan tavba qildim. Men haqiqatan musulmonlardan durman deydi. Ana shundaq kishilarning yaxshi ishlarini qabul qilib, yomon ishlarini kechirim qilamiz. Ular Allah yomon ishlarini kechirganlar bilan jannatda bo'ladi. Bu ularga qilingan rost va'dadir. Allah Taolaning ota-onaga yaxshilik qilishga buyurganligi to'g'risida. Allah Taala ilgirki oyatda o'zining bor va birligini, bandalarning ibodatini ixlos bilan o'ziga qilishini va to'g'ri yo'lda menishini bayon qilgandan keyin uningga ulabla ota-onaga yaxshilik qilishga buyurdi. Qur'oni Karimda bir qancha oyatda tavhid bilan ota-onaga yaxshilik qilishga buyurish orqa-orqadan bir o'rinda bayon qilingan. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Rabbing faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Ey inson, menga va ota-onangga shukr qilgin. Oxir qaytadigan joy mening dargohimdir. Biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Ya'ni uni ota-onasiga yaxshilik qilishga, ularga ko'yinishga buyurdik. İmam Abu Davud Tayalisi Sa'id radiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Onam menga Alloh Taala ota-onaga itoat qilishga buyurmadimi? Sen Alloh Taolaga kofir bo'lmaguncha men tamoqni yemayman, suvni ichmayman dedi. Ondan u haqiqatan tamoq yegili, suv ichgili unimidi.
kishilar uning og'ziga tomoq selish uchun uning og'zini hasi bilan ichishga boshlaganda biz insonni ota onasiga yaxshilik qilishga buyurdik degan oyat nozil bo'ldi. Buni Imom Muslim, Tirmiziy va Nasai qatorliqlar rivoyat qilgan. İnsonni onasi mushaqqat bilan qo'rsoq ko'tirib, ya'ni u homildor ayol tortadigan jafo mushaqqatlardan biror narsaga ko'ngli tortish, sezik tutish, teni eg'irlashish, charchash qatorliq jafolarni va uningdan boshqa mushaqqatlarni bolasiga homildor bo'lganlik sababi bilan tortadi. Mushaqqat bilan, ya'ni qattiq to'lg'oq mushaqqati bilan tug'di. Onunğa qo'soq ko'tirish muddati va uni sutdan ayirish muddati 30 oydir. Ali radhiyallohu anhu bu oyatni sura Luqmondagi 2 yilda uni emchakdan ayirdi degan oyatni va onalar bolalarni emitish muddatida to'liq emitmoqchi bo'lsa, to'liq 2 yil emitishi lozim degan oyatni dalil qilib, homildorlikning eng tuvan muddatini 6 oy deb ko'rsatgan. Bu yakun kuchlik va to'g'ri yakundir. Onunğa Osman va bir turkum sahaba radhiyallohu anhumlarmu qo'shilgan. Muhammad ibn Ishaq Ba'ija ibn Abdullah Juhanning mundaq deganligini rivoyat qiladi. İçimizden bir odam Juhayna qabilasidan bir xotinga o'ylandi. U ayol to'liq 6 oy to'shqanda yengidi. Onun eri Osman radhiyallohu anhuning oldiga berib, bu ahvolni uningga ma'lum qildi. Osman o ayolni elib kelishga odam avatdi. O ayol kiyimlarini kiyish uchun o'rnidan turganda uning hamshirisi yig'lab ketdi. U, "Nimaga yig'laysiz? Alloh bilan qasamki, Alloh taolaning mahluqotlaridan erimdan boshqa hech kim menga yaqinlashgani yo'q. Pok va yuksak Alloh menga nimani xolasa shuni hukm qiladi" dedi. O ayol Osman radhiyallohu anhuning yeniga elib kelinganda Osman uni chalma kesak qilishga buyurdi. Ondan bu ahvol Ali radhiyallohu anhuga yetib bordi. U darhol Osmanning yeniga kelib uningga "Nima qilyapsan?" dedi. Osman "U to'liq 6 oyda yengibdi. Shunda qishim bo'lamdi" dedi. Ali radhiyallohu anhu uningga "Qur'on o'qimamsan" dedi. U "Shundaq o'qiyman" dedi. Ali radhiyallohu anhu g'olib va buyuk Alloh taolaning uningga qo'rsoq ko'tirish muddati va uni sutdan ayirish muddati 30 oydir deganligini va to'liq 2 yil emitish lozim deganligini anglamadingmi? Bu to'liq 2 yilni emit elivatsang, faqat 6 oyning qolganligini bilamiz dedi. Osman radhiyallohu anhu "Alloh bilan qasamki, buningga diqqat qilmabtiman. U ayolni qutqizishim lozim" dedi. Ular o ayolning yeniga borganda odamlar uni olliburun chamma kesak qilib bo'lgan ekan. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Ba'ja mundaq deydi. Allohning nomi bilan qasamki, u bola cho'ng bo'lgan sari qag'a tuxumga o'xshagandimi bakrak otasiga o'xshagan edi. Uni otasi ko'rgan chaqda "Bu mening o'g'lim, Allohning nomi bilan qasamki, uningga hech shak qilmayman" degan. Keyin Alloh taolo u bolaning otasi yuziga qichqoq kesilib u bolaning otasi yuziga qichqoq kesilib balasini bergan. Shuning bilan u bu kasaldan saqlay olmay o'lib ketgan. Buni Ibn Abu Hatim rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Ibn Abu Hatim Ikrimadan Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Agar xotin kishi 9 oyda yengisa, bolani 21 oy emitishi yetarlikdir. Agar 7 oyda yengisa, uni 23 oy emitishi yetarlikdir. Agar 6 oyda yengisa, uni to'liq 2 yil emitishi lozim.
Chunki Alloh taolo mundaq deydi. Uningga qo'rsoq ko'tarish muddati va uni sutdan ayirish muddati 30 oydir. Subhanalloh. Taki u bovoq o'sib, kuch-quvvatga to'lib, ya'ni kuchli bo'lib, qoramiga yetib, 40 yoshga kirganda, ya'ni aqli to'lib, tushunchisi va o'zini idora qilishi kamolatga yetganda, aytilishicha ko'pincha ahvollarda odam 40 yoshga to'lgan chog'dagi mijozidan o'zgarmaydi ekan. U Rabbim sening menga va ota-onamga bergan ne'matingga shukr qilishni va kelgusida sen rozi bo'ladigan yaxshi ishni qilishimni menga ilhom qilgin. Men uchun mening avlodimni tuzigin. Ya'ni mening avlodimni yaxshi odamlardan qilgin. Men haqiqatan sana jimi gunohlardan tavba qildim. Men haqiqatan musulmonlardan durman deydi. Bu oyatda 40 yoshga yetgan kishi uchun Alloh taologa tavba qilish, Alloh taologa qaytishni yengilash va u ishlarni qilishga bel bog'lash tavsiya qilindi. La havla va la quvvata illa billah. Ana shundaq kishilarning yaxshi ishlarini qabul qilib, yomon ishlarini kechirim qilamiz. Ular Alloh yomon ishlarini kechirganlar bilan jannatda bo'ladi. Ya'ni biz bayon qilgan narsalar bilan sifatlangan, Alloh taologa gunohlaridan tavba qilgan, Alloh taolo tarafga qaytgan, tavba qilish va mag'firat talab qilish orqali yo'qitib qo'ygan narsalarini topgan ayni shundaq kishilarning yaxshi ishlarini qabul qilib, yomon ishlarini kechirim qilamiz. Ya'ni ularning nurg'un xatoligini mag'firat qilamiz. Yaxshi amali oz bo'lsa-mu, uni qabul qilamiz. Ular Alloh yomon ishlarini kechirganlar bilan jannatda bo'ladi. Ya'ni ular jannatda bo'ladigan kishilar qatorida bo'ladi. Mana bu ularning Allohning dargohidagi hukmidir. G'olib va buyuk Alloh taolo o'ziga tavba bilan qaytgan kishiga shundoq va'da qilgan. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi. Bu ularga qilingan rost va'dadir. Alhamdulillah. Yuqorida Sura Ahqob tafsiridan 16-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.